va shiori, eng muhim xabarlar, biz bilan birga bo'l. Muhim Sport. Assalomu alaykum sport sevarlar. Bu Muhim 24 Sport va biz siz bilan haftaning eng shov-shuvli voqealarini birga tahlil qilamiz. Bugun dasturimizda O'zbekiston yoshlarining tarixiy g'alabasi va jahon chempionati yo'llanmasi, Abduqodir Husanovning Manchester City'dagi holati hamda Barselonaning El Clasico'dagi chempionlik tantanasi haqida so'z yuritamiz. Biz bilan qoling. Oldinda sizni eng qiziqarli lahzalar kutmoqda. Muhim Sport. Keling, dastavval xushxabardan boshlaymiz. Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida Sergey Chigodayev yoshlari haqiqiy jasorat ko'rsatishdi. 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogiga mezbonlik qilayotgan Saudiya Arabistoni maydonlarida kechayotgan bahslarda B guruhidan o'rin olgan O'zbekiston U17 terma jamoasi Hindistonga qarshi bahs olib bordi. Mazkur bellashuvda vakillarimiz yirik hisobda, ya'ni 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab Laziz Abduraimov penaltini aniq amalga oshirib hisobni ochdi. 61-daqiqaga kelib Mirkomil Murodov burchakdan uzatgan to'p raqib futbolchisi tomonidan o'z darvozasiga yo'naltirildi. Hisob 2-0. Shuningdek, Ahror Ravshanbekov ham o'z nomini tabloga yozdirib hisobni yiriklashtirdi. Shu tariqa Sergey Chigodayev shogirdlari muhim 3 ochkoga ega bo'ldi va jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Navbatdagi mavzu Angliya Premyer Ligasi. Ko'pchilik muxlislarimiz Manchester City'ning Brentfordga qarshi o'yinida hamyurtimiz Abduqodir Husanovni maydonda ko'rishmadi. Buning sababi keyinchalik ma'lum bo'ldi. Ya'ni Husanov Evertonga qarshi bahsda Betu bilan to'qnashuvda jarohat olgan. Jamoa bosh murabbiyi Josep Guardiola futbolchining holati jiddiy emasligini aytgan bo'lsa-da, u asalarilarga qarshi bahsga tayyor bo'lmaganini ta'kidladi. U Evertonga qarshi o'yinda Betudan og'riqli zarba qabul qildi. Hozircha u tayyor emas, dedi Guardiola Sky Sports'ga bergan intervyusida. Shuningdek, shaharliklar yana bir yo'qotishga uchradi. Rodri ham Brentfordga qarshi bahsda ishtirok etmadi. Avvalroq Guardiola uning o'yinga tayyor bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Jarohatidan tiklangan yoshga Guardiola ham o'yin qaydnomasidan joy olmadi. Biroq Ruben Dias zaxira o'rindig'idan joy olishga tayyor holatga kelgani jamoa uchun yaxshi yangilik bo'ldi. Dias hali asosiy tarkibda to'liq tushishga tayyor bo'lmagani sababli Nathan Ake Husanovning o'rnini egalladi. Va nihoyat Ispaniya. Bu yilgi La Liga finali haqiqiy dramaga boy bo'ldi. Barselona o'z maydonida Real Madridni qabul qilib, nafaqat g'alaba qozondi, balki muddatidan oldin chempionlikni ham rasmiylashtirib qo'ya qoldi. Rashford va Torresning gollari kataloniyaliklarga 29-bor chempionlikni olib keldi. Ispaniya chempionati 39-tur markaziy o'yinida Barselona o'z maydonida Real Madridni qabul qildi. Chempionlik o'yinida maydon egalari 2-0 hisobida g'alaba qozondi. O'yinning 9-daqiqasida Rashford jarima zarbasidan hisobni ochdi. في الكامب نو الضربة الحرة المباشرة تلعب الآن. الله، جنون في الكامب نو. 18-daqiqada Torres Olmonning uzatmasidan foydalanib yakuniy hisobni o'rnatdi. ونحتفل باللقب. كرة في المكان السلام. الله. Shu tariqa kataloniyaliklar muddatidan oldin Ispaniya chempionligini qo'lga kiritdi. Barselona o'z tarixida ilk bor Realga qarshi o'yinda La Liga g'olibligini qo'lga kiritdi va jamoa uchun musobaqadagi 29-g'oliblik bo'ldi. Flick El Clasico'dagi g'alabani unutilmas lahza deb atadi. Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick Ispaniya chempionligi rasman qo'lga kiritilgani va El Clasico'da Real Madrid ustidan qozonilgan g'alabadan keyin o'z hissiyotlari bilan o'rtoqlashdi. Nemis mutaxassisi uchun bu kecha har tomonlama unutilmas hissiyotlarga boy va tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Katta raqibga qarshi g'alaba, chempionlik va muxlislar bilan birga nishonlangan bayram, bularning barchasi Flick uchun alohida ma'no kasb etdi. Bu lahzani hech qachon unutmayman. Jamoam ajoyib harakat qildi va men futbolchilarim bilan
Juda faxrlanaman. El Klasikoda Realni mag'lub etish va buni muxlislar bilan birga nishonlash aql bovar qilmas hissiyot, dedi Hansi Flik. Shuningdek, o'yindan so'ng sobiq Barselona futbolchisi Lionel Messi Instagram sahifasi orqali jamoani g'alaba bilan tabrikladi. Sport olamida bugun biz tanlagan eng muhim xabarlar mana shulardan iborat edi. Sizningcha Abduqodir Husanov Manchester City'ning asosiy tarkibida o'z o'rnini saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Eng tezkor va ishonchli xabarlarni kuzatishda davom eting. Muhim 24 sport kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Hey! Maydon olovi! Go! G'alaba shiori!